ma'qul. Borib o'zim gaplashib kelaymi? Yo'q, ertaga ketarkan. Nodir opa shu 2 kun yo'lini qilib tur deyapti. Nima? Butun boshli kasalxonada sendan boshqasi qurib qolganmi? Boshqasiga qildirmayapti. Ular tomiriga tusha olmayapti. Rosa ham injiq odam. Aytishlaricha, avval katta lavozimda ishlagan ekan. Shuning uchun ularga alohida palata qilingan. Tez ukolni qilda chiqib ket. Uni yonida qolma. Shunday qilyapman. Uni ham tushunish kerak-da. Kasal bo'lsa, qaysar injiq bo'lib qolgan. Bir tarafdan rahmim ham keladi. Ey, rahming kelmasin. Shunaqa kasal bo'lishiga o'zi sababchi. Oddiy tish doktoridan yoki kateterdan yuqqan bemorlar ham bor. Endi